Bu videoni o'tkazib yuborsangiz, aniq generatorning umrini 1 yilga qisqartirasiz. Ko'pchilik qiladigan xatolardan biri generator xarid qilib, generatorni ustunovka qildirgandan so'ng generatorga darhol katta nagruska berish. Ya'ni 50 kW generator bo'ladigan bo'lsa, 50 kW generator ustunovkasi bitganidan so'ng bunga 40-45 kW nagruska berish. Bu juda katta xato. Dvigatel hali yangi bo'ladi. Yangi generator ichidagi dvigatellari, zapchastlari bir-biriga moslashmagan bo'ladi. O'shaning uchun dvigatelga obkatka davri beriladi. Obkatka davri 15-20 soat oralig'ida bo'ladi. Iloji boricha harakat qiling, 15-20 soat oralig'ida, ya'ni obkatka davrida generatorni 50-60% nagruskada ishlatishga harakat qiling. Obkatka davri tugaganidan so'ng, 15-20 soat o'tganidan so'ng albatta moy bilan moy filtrini almashtiring. Bu nimaga? Chunki obkatka vaqti dvigateldagi metal mikrozarralar moy bilan moy filtriga yig'iladi. 20 soatdan keyin obkatka davri tugagandan so'ng moyni almashtirish juda zarur. Hamda yana bir muhim joyi, generator nastroykasida o'zini o'zi qizdirish vaqti bor. O'shani kamida 1 daqiqaga qo'yib qo'ying. Svet o'chgan vaqtda to'g'ri generator sizga kechroq tok berishi mumkin, dvigatelning umri uzoq bo'ladi. Nimaga? Sovuq dvigatelga katta nagruska tushmaydi. Generator to'g'ri ishlatsangiz, sizga bemalol 7-8 yil xizmat qilib beradi. Agarda texnik qoidalarga rioya qilmaydigan bo'lsangiz, 1-2 yilda kapitalni remont qildirasiz. Bu videoni generatori bor yoki generator olmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'ying hamda like bosing, ko'proq odam ko'rish uchun. Kommentlarda yozib qoldiring, agarda sizda generatoringiz bo'lsa, qanaqa modeldagi generator bor, necha yildan beri ishlatasiz. Hamda sahifamizga obuna bo'lib qo'ying, generator haqida foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun.